osmonlar va yer haqida tafakkur qilish Alloh taologa siz bilan biz yetkazadigan eng yaqin yo'l. Mana hozir pashani gapirdik. Mana endi kitni gapiramiz. 150 tonna. 50 tonna yog'. 50 tonna suyak. 50 tonna go'sht. Shu kit o'zini bolasini kunda 3 marta emizar ekan, har emizganda 300 litrdan sut berar ekan. Bir kunda 1 tonna, salkam 1 tonna sut ishlab chiqaradi. Pashshani o'ziga yarasha xususiyatlarni berdi, kitga o'ziga yarasha. Demak, birodarlar, shu pashshadan boshlab kitgacha bo'lgan mahluqotlar haqida ozgina fikr qilib ko'raylik-da. Haqiqatan Parvardigorimiz har bitta narsaga o'zini xilqatini ato qildi va uni to'g'ri yo'lga nima qildi? Yo'llab qo'ydi.